Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Hozirgi kunda bankimizda to'rtta yo'nalish bo'yicha kredit mahsulotlarning liniyasi ochilgan. Bu o'sha o'zini sohasi bo'limiga qarab nomlanadi. Misol uchun chakana savdo bilan shug'ullanuvchi, oziq-ovqat, shunga o'xshash tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan firmalar uchun savdogar krediti mavjud. Bu savdogar krediti 28% etib belgilangan aylama mablag'ni shakllantirishga 3 yil muddatga teng 18 oyda qaytarish sharti bilan maksimal miqdori 2 milliard so'mgacha, eng minimal miqdori 15 milliondan boshlanadi. Bu o'sha sug'urta polis bilan chiqarib beriladi. O'sha aylama mablag'ni shakllantirishga yo'naltiriladi. Xohlab uni tadbirkor o'zini xohishiga qarab naqd pul tarzida hamda naqdsiz boshqa birorta ta'minotchiga o'tkazib berish sharti bilan ikki xil usulda chiqarib beriladi. Navbatdagi kredit liniyamiz bu. Hozirgi kunda bilyapsizki, talab asosan elektromobillarga hamda o'zimiz foydalanayotgan benzin kolonka ochayotgan tadbirkorlar uchun qulaylik yaratish maqsadida Quvvat Plus deb nomlangan kredit liniyamiz mavjud bo'lib, bu kredit liniyamizni asosan o'sha aylama mablag'ini shakllantirishga bu ham o'sha 3 yilga etib belgilangan teng 18 oyda qaytarish sharti bilan bu kredit liniyamiz 1 milliard so'mgacha maksimal miqdori sug'urta polisi orqali chiqarib beriladi. Ya'ni o'sha kredit chiqayotgan firma benzin kolonka, zapravka hamda elektromobillarni quvvatlovchi yangi shoxobchalar qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun qulaylik yaratadi.